Assalomu alaykum, hammaga kavriga sog'liq akalarimiz. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsalaring. Odamlar nega bizni tanlashadi, nega ishonishadi? Shu haqida video qildik. Keyin Qirg'izistondan kelgan akamiz biz haqimizda fikrlarini eshitasiz. İnşallah buna Ali'ye Allah razı olsun. Şu Kırgızistan'dan gelip alıp varıp жазda bakarda kelip ketkenmen. Kelip alıp tanışıp ketken buna emi kuz geldi. Uruğun köçetin alıp baratam 40 bin köçet. Kırgızistan'a Talas oblasına aparıp digemen. İnşallah kelesi yılları menden de köçet çıkmalar bu da görürse. Qirg'izistondan yaxshi akamiz keldilar. O'tgan yilim kelgan edilar, video jo'nadik. Uncha ko'rish kelgan edilar. Mehmon qilib, bugun chiqib jo'natdim. Kavri haqida ma'lumot berib, keyin Rilotda yoki kelib ko'chat olaman sendan dedi. $500 zakat talab keluvdi. Shu sanaga belgilangan vaqtga ko'chat olib ketishlari kerak edi. Quruq tayyor. Ko'chatimiz где-то 1-2 kun zaddishga bo'ldi. Chunki yerlar qattiq, namgarchilik yo'q, yomg'ir yog'magan, qazishda salama bo'ldi. Unda ko'chat puli, bu dastavkani puli, keyin dokument puli, где-то 9 ming, 10 mingga yaqin pul talab ketyapti. Albatta, senga ishonaman. Ma'qul, o'zing degan jo'natishni talab ketyaptilar menga. Hali ko'chatdan urug'dan olganlar yo'q. Где-то bir haftada dokument qilib o'tkazib, ko'chatlarga olib borib, o'sha 30 iflardan qo'yaman. Ko'rishlaringiz mumkin. Ekilganlari, haqimizda fikrlari. Shunaqa do'stlar. Bizlar unday qo'ymaymiz, lekin gapga javob. Shuni bizga ishonishadi. To'xtamaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-noyabr. Cherni tayyorlayapmiz. Bunday qilib chekitib, bir yer aydab, ikkinchi yo'li aydagan ketdi. 10 bo'ldi. İnşallah. Qirg'iziston Talas oblasti Manas rayoni Qararcha ayli. Alibek Kavrak'ta sizlarga o'tkazish inşallah. Mana yer tayyorlashdi. Dorilar hamma yo'g'i berildi. Barcha dorilar berildi. 26-noyabr Alibek Kavrak Egish jarayoni Qirg'iziston Talas oblasti Manas rayoni Qararcha ayli. Ballar yordam bergan ballar. Traktor saka. Kavrak ko'rsatish.